istayaptilarmi? Olyapsanmi? Imom Matrudiy ko'chasi xalq tili bilan aytganda Anvar aka Qassob ko'chalarida joylashgan, faqat chap tomonda 17-ko'chada joylashgan ekan, 5 sotidan iborat bo'lgan shunaqangi go'zal xonadonimiz sotilyapti. Xonadonimiz qurilishlari 2021-yilda tamomlangan ekan, lekin xonadonimiz puxta, pishiq qilib qurganman deyaptilar. Xomushda qurilgan ekan. O'z ichida 6 xona uy, bitta oshxonamiz ham bo'lyapti. Tarnov suv ketadigan qismlarini ariqqa to'g'rilab bergan ekanlar. Xudo xolasa qurilish tomonlama aql bilan puxta qilib bitirganmanlar. Asosiy dorixonadan kirishimiz bo'lyapti. Ko'rib turganlaringdek bittadan mashinamiz joy bo'ladi azizlar. Va shu joyni o'zidan chap tomonimizda birinchi ko'radigan xonamiz bu oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonada ham juda ham chiroyli holat. Bemalol bu tomonda oilaviy ovqatlanib hamma xonasiga tarqasa bo'laveradi. Gazlarni ko'ryapsizlar, zo'r yon beryapti. Har bitta uyda o'rtada ikki tomonda isitadigan pechkalar qilingan ekan. Aynan mana zal qismimizda pasti podvali ham bor ekan, odam bo'yi tegmas ekan. Va bu tomonda mo'jazgina zelyonniy zonamiz bo'lyapti. Xonalarimizni ayrimini ko'ramiz, ikkitasini mana bu zal qismimiz bo'lyapti. Bu xonalar ta'miri zo'r bo'lib turibdi. 2021-yilda har bitta xonada ikki tomonda isitadigan pechkalardan bosib qo'ygan ekanlar. Endi orqa tomonga o'tamiz. Xo'p, bu tomonda xonalarimiz bitta spalni, bitta zalimiz bo'lyapti va bu tomonda ham bitta spalni bo'lyapti. O'z ichida sanuzullar bilan birgalikda ikkita spalni, ikkita sanuzul o'z ichida bo'lyapti va orqa tomonga o'tadigan bo'lsak, hozorchamiz bo'lyapti. Bu tomonda tashqi umumiy hammom, hojatxona joylashgan. Ariq suvlarini ko'ryapsizlar, uyning ichidan o'tyapti. Suv bu tomonda mana hammomdan chiqarilgan Aristondan issiq suvni ham chiqarib bergan ekanlar. Bag'da tashqi hojatxona, qo'yxonaga ham joylar tashlab qo'yishgan ekan. Xo'p, xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsak, egalari bilan maslahatlashgan holda $79,000 baholandi. Albatta kelishuv asosida. Pastki raqamlarga qo'ng'iroq soling, batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin.